Akalar turfa qumimiz yaxshi bo'lib qoldi. Kamsalobod degan qumdan olib keldik. Endi akalar choy ichamiz. Kelinglar, issiqqina choydan beraman. Hovur chiqyapti, ko'ringlar. Ashib ketdi. Usta akamiz ish qilyapti. Onu usta deb qo'yamiz. Imomini olib borib turib, onini olib beramiz akalar. Kecha qumni zo'r tarafi mon qaranglar, rangni chiqarganini. Bu mana bu endi boshlandi. Bu ham chiroyli rang chiqaradi. Atak buniki rangi yoshi kuchliroq ekan. Anaqa nima deydi, daryoda qum ekan. Atirgullar ochildi, chiroy. Qara, bo'ldi kichkina saroy. Mehnat qilib tolmadik yurakda, hali uror mazza qilib yurdik yozi bilan. Endi ishlaymiz endi akalar. Yozi bilan Yangiobod qilardik. Mana hammomni qaranglar, asal chiqqanini qaranglar. Yo'q, hammom. Dodush, qachon kelasiz deb chiqibdi bitta jinni. Toming ketmay o'lgur. Badadi bolasi. Dodushga balo bo'lma, endi deyman. Chiroy chiqdimi akalar? Mana shu. Xullas. Reklama o'rnida ketib qoldi. Bu gap ham Mong'oliyada. Ustalarga farq yo'q, Andijonda ustalarga emas, yapishtirib tashlaydi tepaga qaratib. Yaxshi akalar. Bu pechkamizni shartlab o'tib ketaydi. Akalar, lampa chiroyli chiqqan, ichi skiftovata bo'lgan. Mana pechkamiz 1.300.000 so'm bo'pti. Konkretni ikkita uyda istagan, u tomon bu tomon isitadi ekan. Qarovchi shunaqa gaplar. Mana mayakka chiqarilgan suvoq ekan akalar, atak abdushi zo'r chiqqan, vashida. Murojaat uchun telefon qilib olasizlar, nomerimni qo'yib qo'ygan, videolarimda 524 stronni har doim постоянно ishlagan. Hammaga omad va omad. Omadlar ko'payib ketdi o'zi. Omad rivoj ham ko'payib ketyapti. Omad rivoj hammasi balla bo'lib. Juplanib kelib, har doim omadinglar kelib yursin. Qaddinglar baland, g'ururinglar baland bo'lsin. O'zbekni hech kim sindira olmaydi. Bandasiga emas o'zbek sindirish. Ketdi go akalar. Like bosib beramiz. Anjansiylar akalar. Usta bu har doim addushi.